Ukalar, qo'ygan soqolimiz, shimalagan pochalarimiz, o'qiyotgan namozimiz, aylantirayotgan tasbihlarimiz qadri bo'lmay qoladi agar axloqimiz go'zal bo'lmasa. Maddin yo Rasululloh. Din nima yo Rasululloh deb so'rashganlarida husnul xuluq deganlar. Go'zal xulq deganlar. Ro'parangda turgan mo'min birodarining axloqi sening axloqingdan balandmi? Demak, uni iymoni ham baland deyiladi. Ukalar, xulq dinimiz. Ma'qulmi? Soqolni qo'yib sigaret chekib turgan ukalarni ko'ramiz. Mashinada shunday tikka o'tib ketyapti qizilga. Katta gapirsa kattani gapini olmaydi, kichkinaga rahm shafqati yo'q. Shundaylarmi ukalar? Xulqinglarni go'zal qilinglar. Xulqinglarni go'zal qilinglar. Chunki xulq ajoyib narsa-da. Masalan, nimada yuribmiz 99% odam ko'chada? Nimada yuribmiz? Bola chaqa tirik. Ana shu tirikchiliklarning zo'r bo'lishligi, rizqinglarda barakot bo'lishiga ham xulqni to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor, ishonaveringlar.